Dushanbe. Nima uchun Dushanbe? Bir paytlar bu yer faqatgina dushanba kuni bozor bo'ladigan kichik bir qishloq edi. Shu sababli uning nomi ham Dushanbe bo'lib qoldi. Vaqt o'tdi, bozor atrofida uylar qurildi, yo'llar ochildi. Shahar asta-sekin o'sdi. Bugun esa Dushanbe Tojikistonning yuragi, tog'lar bag'rida joylashgan sokin poytaxt. Bu shahar baland binolari bilan emas, keng ko'chalari, yashil bog'lari va tinch muhiti bilan esda qoladi. Rodaki prospekti Dushanbening asosiy tomiri. Bu yerda tarix va zamonaviylik yonma-yon turadi. Har bir qadamda shahar nafasini his qilasiz. Ismoil Samoniy haykali esa millat tarixi, g'ururi va o'zligini eslatuvchi ramz. Dushanbening eng katta boyligi uning tabiati. Shahar qayerga qaramang, tog'lar ko'zga tashlanadi. Bu yerda shahar va tabiat bir-biriga qarshi emas, balki do'stdir. Quyosh botayotgan paytda Dushanbe yanada sokinlashadi. Ko'chalar tinch, osmon oltin rangga kiradi. Go'yo shahar shoshilmay yashashni o'rganayotgandek. Dushanbe shovqinli shahar emas, u sekin gapiradi, ammo uni tushungan odamning yuragida uzoq qoladi. Aytingchi, siz Dushanbening qaysi joyiga borishni xohlagan bo'lardingiz? Agar siz har kuni dunyoning har xil shaharlari to'g'risida ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, biz bilan qoling va bizga obuna bo'ling.